Davom etamiz. Bahor fasli yaqinlashgan sayin inson organizmi biroz zaiflashib, ko'pchilikda shamollash, gripp, yo'tal kabi mavsumiy kasalliklar avj oladi. Bunday holatda davolash uchun aksariyat insonlar zanjabildan foydalanishadi. Aslida bu tabiiy ne'matni nafaqat shamollash vaqtida, balki doimiy iste'mol qilish muhim ekan. Uning boshqa xususiyatlari haqida hozirgi reportajimiz orqali bilib olishingiz mumkin. Lola Muhiddinova nafaqa yoshida bo'lishiga qaramay hamon energiyaga to'la va buning sababini turli antibiotiklarsiz, tabiiy mahsulotlar bilan boyitilgan hayot tarzi bilan ifodalaydi. Masalan, bu ayolning o'zi va oilasi zanjabil iste'molini kundalik ovqatlar ratsioniga kiritgan. Shuning uchun ham mavsumiy kasalliklar ularni bezovta qila olmaydi. Necha yil bo'ldi faqat zanjabil bilan davolayapman bolalarim. Bu tabiiy antibiotik bo'lib, inson organizmiga hech qanaqa ziyon yetkazmasdan qaytamga immunitetini ko'taradi. Ham ovqatga ishlatamiz, ham salatga ishlatamiz, ham hamma taraflama zanjabil foydaligini ko'rdim-da. Charchoqlar ham bo'lmaydi. Ertalab masalan turganingizda asabiylashish ham bo'lmaydi. Oilamda xullas har doim bo'ladi uyimda. Qadimdan xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda keng qo'llanilayotgan shifobaxsh ildiz tarkibida qator biologik faol moddalar bo'lib, uni har kuni bir choy qoshiq miqdorida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Imbir qo'shib tayyorlangan ovqat, salat yoki ichimliklar bo'lsa 2 hissa yaxshi. Xo'sh, undan doimiy ravishda foydalanish qanday natijalar beradi? Organizmga kirgandan keyin birinchi qiladigan ishi immunitetni ko'tarish. Ovqat yaxshi hazm bo'ladi. Undan tashqari o't qopining yaxshi safro ajralishiga yordam beradi. Oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishiga ham ijobiy natija beradi. Qondagi qand miqdorini normaga keltiradi. Iste'mol qilgan insonda bu mahsulotni hattoki oshqozon yarasiga ham effekt beradi. Lekin oshqozon yarasi o'tkir holatida bo'ladigan bo'lsa, mumkin emas. Saraton kasalligini oldini oladi, lekin davolamaydi. Biz ko'p hollarda e'tibor ham bermaydigan zanjabilni odatiy savdo rastalaridan topish qiyin emas, lekin buning tarifi ko'pchilikni qiziqtirib qo'yishi tabiiy. Negaki, buyuk alloma va tabib bobomiz Abu Ali ibn Sino o'zining tib qonunlari asarida ham ushbu dorivor o'simlikka alohida ta'rif berib, uni issiqlik xususiyatiga ega deya ta'riflagan. Ovqat hazm qilish tizimi, miya faoliyati va umumiy salomatlikni yaxshilash uchun davo bo'ladigan dorivor o'simlik deya baholagan. Mutaxassisning hozirgi tavsiyasi ham aynan tib qonunlari asarida keltirilgan. Buni qirg'ichdan chiqazamiz. Qirg'ichdan chiqarib, ozgina limon, yarimta limonni ham qirg'ichdan chiqarib, toza asalga aralashtirib qo'yamiz. Buni ro'pa-rosa 100 gram bo'ladigan bo'lsa, limon 50 gram. Keyin asal 50 gram solamiz, tayyorlab qo'yamiz bu qorishmani. Buni bemalol iliq suvga, qaynoq suvga emas, iliq suvga dam yedirib ichamiz. Ovqatdan 1 soatdan keyin iste'mol qilinsa, juda ham ma'qul bo'ladi. Ushbu mahsulot homilador ayollar, 1 yoshgacha bo'lgan bolalar va ichki organizmda qon ketayotgan bemorlar uchun tavsiya etilmaydi. Qolgan barcha foydalanuvchilar zanjabil sotib olayotganda uning rangi tiniqligiga va hidining o'tkirligiga e'tibor berishlari maqsadga muvofiq.